Agar siz buni bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Bu jarayonda siz olmaga qo'l uzatayotgan qizni ko'rib turibsiz. Bu jarayonda qiz olmaga qo'l tekkazganda qo'ldagi reseptorlar axborotni sezuvchi neyronga, undan orqa miyaga, orqa miyadan esa bosh miyaga uzatib, u yerda olma haqidagi axborot hosil bo'ladi. Undan so'ng esa harakatlantiruvchi neyron orqali ichki organga kelib, qo'l ish bajaradi. Bu jarayonda juda ko'p neyronlar va bosh miya ishtirok etgani uchun bu jarayon sekin yuz beradi. Endi shu qiz atirgulga qo'l uzatganda qo'liga tikon tegsa nimalar sodir bo'lishini ko'rib chiqamiz. Reseptorlar tikonga tekkan zahoti og'riqni sezuvchi neyronga, u esa uni darhol orqa miyaga uzatadi. Orqa miyaga kelgan axborot interneyronlar, ya'ni oraliq neyronlar yordamida qayta ishlanadi va tahlil qilinadi. Interneyronlar vaziyat xavfli ekanini darhol aniqlab, bir vaqtning o'zida ikkita muhim vazifani bajaradi. Ular egiluvchi mushaklarning harakatlantiruvchi neyroniga qo'zg'atuvchi signalni berib, qo'lni tortishadi. Yozuvchi mushaklarni boshqaruvchi motor neyronlarni esa tormozlab turishadi. Natijada bosh miya yordamiga hojat qolmaydi. Orqa miya o'zida juda kam miqdorda neyronlar ishtirokida refleksni sodir qiladi va qo'l xavfdan tezda tortib olinadi.